Bakışın tanışıyaldır bilmeden vatandaşlar, hürmetli vatandaşlar. Bugünkü leksiyalarımızı başlayımız, leksiyada sıra acırız. Washington'da sözdeyimiz, bugünkü islahı işkemen 23. yıl 2. ayının 28. günü. Hepteki sayşembe vatandaş. Bugün sizlerge sözdeydik vaziyetimiz mındak. Birinci, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken O'rta Osiyoga yetib kelib, Qozog'istondagi ziyoratini boshladi va bosh davlatning tashqi ishlar ministrlari bilan yuz ko'rishdi. Ikkinchi, favqulodda bir o'zgarish, bir vaziyat. Saudiya Arabistonining tashqi ishlar ministri Ukraynaga kelib, Ukrayna prezidenti Zelenskiy bilan ko'rishdi. Bu bir o'zgarish, Saudiya Arabistonining tashqi siyosiy o'zgarish. Bundan burun Rais Xi Jinping Saudiya Arabistonni ziyorat qilgan vaqtida asli Jungoga qaytirib berishga tayyorlik qilgan 3 nafar Uyg'ur farzandi shu oraliqda qaytirib berilmadi. Bu bir o'zgarish. Ya men xato ko'rib qoldimmi, kechiringlar. İki özgürüş ketdi vatandaşım. Endi üçüncü özgürüş hazır Hong Kong'dan import sodası, export sodası 36,7%. Import sodası 30% çöp ketdi. Hong Kong Jungo iqtisadının karniye buğdiki idi. Endi bu ish Jungo iqtisodiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Uni vaqti kelganda ko'ramiz. Uchinchi, to'rtinchi favqulodda vaziyat. Biz Turkiyalik dedik Prezident Vladimir Putin o'zining yaqin do'sti Belarusning prezidenti Lukashenkoni Beijingga elchilikka avatdi. Prezident Vladimir Putin elchilikka avatdi. Rais Xi Jinping siz Beijing'de ishga qurultoy boshlanishdan burun Moskvani ziyorat qilasiz. Moskvaga ziyoratga keling. Lukashenko Beijing keldi. Rais Xi Jinping qizg'inlik bilan kutib oldi. Ularning suhbati nima deyildi masalan? Samarqandda do'stlashgan, Samarqandda sodalashgan demdi nima? Hozir Rossiya, Belorussiya, Jungo kichik chambarak ichida harakatni jiddiylashtirdi demdi nima? Masalan, Amerika ovozdan Xitoy til programmasi shunday anglatdi. Bundan qat'iy nazar vatandoshim, hozir Andin TVBS deydigan bir xil kanal yangidan paydo bo'ldi. Uning bugungi xabarida nima deyildi desangiz, Rais Xi Jinping kelar hafta Moskvani ziyorat qiladigan bo'ldi dedi. Bu qaltis gap deymi vatandosh? Tuningiz sizlarga muhokama qildi, bu qaltis gap deymi bu ishtashnami ya? Qaltis gap vatandosh. Vaziyat ana shundoq. Bugun sizlarga so'zlaydigan leksiyalarimizda avval birinchi bo'lib nima deymiz desanglar bog'i. Mushuninga munosabatli holda hozir Johnson nim dedi bugun? Balki deydi. Zor bir vaqa yetib kelishi mumkin. Beijingda matbuotlar Xi Jinpingni uchirib maqtashni palakka ko'tardi. Johnsonga 2 soat ilgari yutib. 2. ayning 28. kuni vatandosh. Hozir dedik, kishini cho'chitadigan statistikalar ma'lumot. Hong Kong 36,7%, import 32% tushib ketdi. Bu tugudimi? İkincisi, o Beijing'e ziyorat keldi. U O'rta Osiyoga ziyoratga bordi. Bunun mazmuni nima? O'xshash bir kunda Jungo, Amerika, Rossiya qatorliq davlatlar bir sahnada sahna urushi qilishga boshladi. Mavzuli xabar 2. ayning 28. kuni Amerika Ovoz New York vaqt gazetida e'lon qilindi vatandosh. Nima demakchi? Prezident Vladimir Putinning do'sti Lukashenko Beijingga keldi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Qozog'istonga O'rta Osiyoga keldi. Haqiqatan bir selishtirma vatandosh. Siz biz buni tahlil qilib boshqa elib chiqolmaymiz. Bu to'g'rida maxsus xabar borkan, Amerika ovozining yeni yetib keldi. Buni xudo bir saatga qoldiraylik. Iqtisod, bexatarlik, davlatning omonligi, chegara putunligi va mustaqillik, O'rta Osiyoning Rossiya bilan bo'lgan munosabati, tashqi siyosat, ichki siyosat va iqtisodiy munosabatlar, Jungo bilan bo'lgan munosabati, masalan, Antony Blinken davlat ishlar kotibi shundoq dediki, bizning Amerikaning O'rta Osiyoga yetib kelishi herkes Rossiyaning burayındaki menfaati yoki Jungoning burayındaki menfaatiga ta'sir yetkazmaydi degandek bir mazmunda so'z qilibdi. Diplomat, Amerikaning buyuk diplomati nima desa haq, biz shuni shunday anglaymiz. Biroq Qozog'istonning Jumart To'qayev prezidenti Amerika Qozog'iston o'rtasidagi munosabatni qator sanab chiqibdi. Her sahalar bo'yicha mustaqillik, egilik huquq, qo'llash, ijtimoiy farovonlik, davlat amonligi, savdo, mablag' solish. Hozir Amerika bilan Qozog'iston o'rtasida intayin umidvorlik g'oyaviy bir palla ko'tarildi deydi vatandosh. Shuning uchun biz Qozog'iston bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabatining mushu darajaga yetib kelganligini olqishlaymiz, qadrlaymiz, qarshi olamiz, hurmatli vatandoshlar. Qaltishmay. Gördünüzmü? Lukashenko Beijing'e geldi. Devlet işler kotibi Antony Blinken O'rta Osiyoga keldi. Men sizga shuni aytay, do'stlar, o'zingiz bilasiz ham, har qanday shay va hodisaning ikki tarafi bo'ladi. Hatta tabiatdagi moddiy narsalarning ikki tarafi bo'ladi vatandosh. Masalan, daraxtga g'azonga qarasangiz, uning poqirab turadigan yuzi bo'ladi. Onun junglanıp jungdak turadigan kayni bo'ldi yupurmoqning. Shundaqmi ya? Yupurmoqning yuzi oldi poqirab turdi, uning kayni bir tunurdan qo'mirib olgan nonning ulu bo'ladi, yuzi bo'ladi, ikki tarafi bo'ladi. Har qanday shayning ikki tarafi bo'ladi. Buning o'zi nima desangiz, ikki qo'shilib bir bo'ladi. Nonning uli bo'lganda, nonning yuzi bo'lganda u bir butun girda, to'qoch, zag'ranan, cevendan bulalaydı vatandaş. İkinin qo'shilib bir bo'lishi. Har qanday hodisa. Shunga prezident Joe Biden hukumatining davlat ishlar kotibi Antony Blinken O'rta Osiyoga keldi. Diplomatik iboralar, diplomatik munosabatlar, diplomatik so'z iboralar va hammasi o'z joyida eg'izdan chiqib turdi. Bu bir taraf. Yani ikinci bir taraf, hozirgi dunyo vaziyati ostida, masalan, Rossiya Ukrainaga tahdid soldi, O'rta Osiyoga tahdid solamdi yo'q. Mushuning munosabatlik, biz birinchi kun xabar qilgan nima dedik? Hozir jahon yuzida yetib kelayotgan tahdidlarga qarshi turish, O'rta Osiyo davlatlari bilan birlashib qarshi turish dedi vatandosh. Bu albatta sizning samingizda bo'ldi vatandosh. Yani bir yerde bir iş hazır, Jungo'da 100 beriyotgan bir iş tünügen neyim dedik? Halaganda harbiy başqurishni yo'lga qo'ydi dedik. Ichki jihatda tangshash elib beriyotdi dedik. Hozir Jungo'ning ichki qismida bo'layotgan ish nima? Masalan, intizom tekshirish komitetining boshlig'i Lishi nim debdi? Tarbiyalash, tartibselish. Bu mamlakat ichiga qaratilgan. Tarbiyalash, tartibselish. Tarbiyalash nima? Buni bilgili olmaydi. Tartibselish. Elbette siz bilesiz, biz bilimiz vatandaş. Anda Yanjungo deydigan, yani bir aptur nima deydi odan? İki qurultay Beijing'de chaqariladi. Bir necha turli tartibga selishlar boshlanadi, loyihalarni ma'qullaydi. Ba'zi organlarni ixchamlaydi, birlashtiradi. Ichki ishlar organi deydigan bir organ. Hozir Saqchi ministerligi, davlat bexatarligi ministerligi, shundaqla terroristlarga qarshi turish, josuslik faoliyatlariga qarshi turish, ko'chmanlar masalasi, nüfus aholi, naqliya qatnash masalasi, qaliqishlar nazorati qatorliq hukumat funksiyalarining ichki ishlarining hammasini mush ichki ishlar organi degan organga markazlashtirdi deydi.
Siz bir qarasınız, müstabit hakimiyet hukukni merkezleştirdi. Devlet organlarını ixchamlab bir guruhga elib keldi. Bunun da maqsad nima? Vatandaşım, bunun da maqsad hukukni merkezleştirish, buyruqni merkezleştirish, tartibga solishni merkezleştirish, chechelang'ulikni tugutish, nihoyatda zabardast turish, mutlaq hushyor holatda turish. Başta nimdidoq Johnsonga zo'r bir o'zgarish yetib keladigandak turadi. Hozir Jungo matbuotlari Xi Jinpingni maqtashga boshladi dedi. Shundaqmi vatandosh? Hozir endi Amerika ovozi yoki Van Torbiti nima dedi? Mundaq e'lon qildi bir ishni. Masalan, Lukashenko Belarusya prezidenti Beijing ziyoratga keldi. Jungo Rossiya Belarusya 3 davlat bir çemberek içinde faaliyetini başladı. Bu faaliyet qanday qilishni qat'iy nazar biz boshda aytdik. Qat'iy nazar bu faoliyatin qanday qilishdan qat'iy nazar men boshda aytdim-ku, har qanday hodisaning ikki yuzi bor. Uli bor, yuzi bor. Har qanday şeyning ikki tarafi bor. Şuna Lukashenko'nun Beijing'e kelişi, Beijing'den ketişi bu ikinci gap. Zaten nima uchun keldi? Endi bunun berilgan cevap nima desiniz? Keladigan cevap nima desiniz hozir? Organlarni birlashtirish. Chunki degandek-ku, KGB'dak Rossiyada KGB'dak bir ichki organ qurish. Ichki islom ministerligi qurish, yoki ichki vazorat qurish. Bütün hukukla şekillerini, hukuk şekillerini yukarıdaki bir xatarlik saqchi-paqchiga hukuk şekillerini bir qo'lga elish, bir qo'lda buyruq anglash, bir qo'lda buyruqni bekor qilish, markazlashtirish buni boshda aytdik. Johnsonning so'zi bilan birlashtirib qarasangiz, bu yerda zade nima ish bor? Jungoga yetib kelayotgan qandaq ish bor? Bu savolni Johnsonga qo'yibdi, men ham qo'yay vatandoshim.